Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun granitsadan qaytdik. Yo'llar nima bo'ldi granitsa? Assalomu alaykum sizlar. Mana biz 25-kuni kechki payt chiqib ketgandik. 28-kuni Aytda hozir hammasi yaxshi, hammasi kutganimizdan bo'ldi. Poyezd bilan o'tdik, poyezd bilan qaytib keldik. 2 soat, 2,5 soat, 3 soat zadishga o'tdik. Granitsada to'xtatmadi. Kelishda вообще yo'q edi. Esimga yetib keldi. Tavsiya qilaman. Murojaat qilinglar. Ana Sihat salomat avtomobil. Assalomu alaykum bachor. Aka sog' salomat tur, ispanjul rahat kardیم. یعنی 28 مردوندا اوار سوزای میکردن. çok kabul var. O yüzden bilet magir hamşa hazarlar. O اوار. Yagam problem anası. Yani numara şamimona müracaat zang. zang zanen sog' salomat mibaramıyorlar. Bagablar bu ikinci hafta mı? Mana aka, shemg'ib keldilar qani. Hammasi cho'tkimi? Короче, telefon qilinglar. 24 soat xizmatga bizlar. Tojikiston, Bapesh.